Buni o'zini siri bordi. Mana bunday ochsangiz, yo'qolib qolishni xohlamasangiz, biror narsani ichiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Fil haykalchalari va suvenirlarga to'la xona. Bu yerdagi hamma narsa fil ko'rinishda. Xonaga kirishingiz bilan bu beozor jonivorga bo'lgan mehr seziladi. Hammasi mana shu suratdan boshlangan bo'lishi mumkin. Go'yo surat kelajakni oldindan aks ettirgandek. U yillar o'tib fil ustidagi bolakayning hayotiy hobbisini belgilab berdi. Birinchi sinfni eslayman. Endi bitirgan paytimizda Toshkent hayvonot bog'iga borganmiz. Uydagilar bilan o'shanda filni bolasini ko'rib hayratlanganman. Hayvonot bog'iga kiraverishda, ya'ni o'yinchoq filni ustiga olib chiqib, keyin rasmga tushishgan. Xullas, o'sha paytda fillarga qiziqish paydo bo'lgan. Keyinchalik Beruniy Alimovning hayotidagi ko'p narsalar aynan fil bilan bog'landi. Xorijdan olingan eng qimmatbaho sovg'a ham fil ko'rinishda bo'ldi. Hayotida katta motivatsiya bergan eng omadli uchrashuv, birinchi prezident bilan suhbati ham fillar e'zozlanadigan mamlakat Hindistonda bo'lgan. Birinchi prezidentning sobiq matbuot kotibi Beruniy Alimov yaxshi jurnalist, tarjimon, trener sifatida tanilgan. Uning fillari ham do'stlari orasida mashhur va shu bois hamma uning yoniga fillar bilan keladi. Mana bu fil, Gulixon do'stim bor, filolog olima o'zi, uyida 50 yil yoki 60 yil saqlangan, lekin olib kelib shuni berdi. Uzr dedi, filda oyog'i sal dars ketgan, lekin bu ota-onam ham yosh paytida yiqqan. Mana bu fil ham juda ham qadrli. Gulnor opam Nishonova hamkasbimiz opamiz sovg'a qilganlar. Bu fil, yana buni bolalari ham bor, hammasi yog'ochdan qilingan. Bular o'zlarini o'sha kelinlik sarpasi bilan olib borilgan. Bugungi kunda nevaralari bor, lekin mana shu filni oilasi bilan ilinib menga sovg'a qildilar. Kolleksioner o'zi borgan mamlakatlardan olgan fillarni ijodxonasiga yiqqan. Taxminan 2 sm uzunlikdagi filcha. Alimovning yaxshi xotiralaridan tortib qadrli sovg'alarning hammasi fil bilan bog'liq. Masalan, qalamdon, soat, suv idish. Hatto Alimov salatlarni ham fil shaklidagi idishda iste'mol qiladi. Haqiqiy fil suyagidan yasalgan ilk haykalcha bugun kolleksiyada yo'q. Bu hayvon suyagi va tishlari Hindistonda davlat mulkiga aylangani uchun endi hech qachon shaxsiy kolleksiyasiga qo'sha olmas. Biroq u Alimovning boyligi bo'lgan filchalar muzeyiga asos bo'la oldi. To'plashni boshlaganimdagi birinchi filcha yo'qolgan. Nimaga? Chunki o'zi aslida uni qadr-qimmati men uchun uni fil suyagidan yasalgan edi. U paytda 90-yillarning boshlarida Hindistonda jurnalistika bo'yicha tahsil olgan paytimizda arzimagan pulga sotib olganman o'zim birinchi filchani. Keyinchalik imkoniyat bo'lib qolsa, holimizda bitta xonani, ya'ni fillar muzeyini ajratib, o'shani talabalar bo'ladi, maktab o'quvchilari, jurnalistlar, turistlar kim bo'lsa ham, men ularni nima deydi, qabul qilib, fillarim haqida gapirib berardim. Beruniy Alimovdan fillarini so'rasangiz xafa bo'ladi, chunki qadrdon do'stlari o'ziga qadrli bo'lgan buyumlarni unga ishonib topshirgani uchun alohida qiymatga ega. Sovg'a qila olmayman. Nimaga? Chunki o'sha berayotgan odam aynan meni saqlashim uchun, boshqa fillarimni ichida saqlashim uchun berishadi. Bu Nyu-York muzeyidan kelgan, 1800-yillarda yasalgan. Qaysi mamlakatda ekanligini uni auksionda muzey sotib olayotganda uni egasi ochiqlashni xohlamagan. Buni haqiqiy fil kolleksionerlari uchun bepul taqdim etamiz deb Nyu-Yorkdan Toshkentgacha yetib keldi. Kichik fillarning har birining tarix va ta'rifi bitta lavhaga sig'maydi. Ishonamizki, keyingi safar hikoyamiz Beruniy Alimovning fillar muzeyidan bo'ladi va u sizni uzoq kuttirmaydi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydos Ermekbayev, Zohid Mamasoliyev, Toshkent. Mana shunday ovoz chiqaradi.